Savolni eshitamiz bolalar. 42 qo'shilgan 5 teng 95. Ikkita qalamni joyini shunday o'zgartiring, ifodani to'g'rilang. 1 minut vaqt ichida topgan o'quvchiga mana 50 ming so'm pul mukofoti bor. 1 minut vaqt ichida. Ikkita qalamni joyini o'zgartirib, ifodani to'g'rilash kerak. Ha? 42 ga 5 qo'ysak 95 bo'lmaydimi? Ikkita qalamni joyini o'zgartirib, ifodani to'g'rilang. Hop, 92. 9 bo'lish uchun 92 emas-da bu. 42 qo'shilgan 5 teng 95. Qani o'ylaylar qani? Miyani. Hop. 45 kısa ikkita bo'lib qolamiz. Ikkita bo'lib qoldi ekan. Qani, Farizada topdi-yu. Farizada nima bo'ladi? Qirq ikki qo'shilgan 5 teng 95. Ikkita qalamni joyini o'zgartiring. Qanday? 42 yo'q, bo'lmas bunisi. Hop, 1 2. 42 ga qo'shsak 5 ni 47 bo'lib qoladi-da, 1 ga 1 yetmadi. Ha, 1. Sal yaqinlashding. Qani? 12. Sal yaqinlashdi. Bo'linchi biza 95 edi bu. 95. Mana Ana shunday. 42 qo'shilgan 5 teng 95. Ikkita qalamni joyini shunday o'zgartiring, ifodani to'g'rilang. Sen aytgan narsada haqiqatan ham ikkita qalam o'zgardi, lekin 48 bo'lib qoldi-da. 48. Ifoda to'g'ri bo'lmadi. Ikkita qalamni joyini o'zgartiring, ifodani to'g'rilang. Qani? 42 ayrilgan 6 36. 42 ayrilgan 6 necha bo'ldi? 42 dan 6 ni ayirsak 36 bo'ladimi? To'ppa to'g'ri.